Gapiraymi? To'ylar bo'laversin. Xursandchilik bo'laversin. Hammasi bizdaqa qari bo'lib, pensioner bo'laversin. Yaxshi kunlarga ega bo'lib, to'y tomoshalarni ko'raversin. Alloh. Siz ko'zingizni qisib oldingizmi? Kelinimizde bigonalari yo'q, kuyovlarning o'rtalari. Mana bizda xonadonimizda shunaqa to'y bo'lyapti ekan, shu munosabat bilan kelibsizlar. Shu sizlarning hammalaringizni nomlaringdan men shu 2 yoshda baxtli, saodatli bo'lib, yaxshi umrlarini oxiriga doğru bir-birlariga sodiqlik bilan o'tishlarida va intiqoli bilan yashashimizda kelin bilan kuyovdan muvaffaqiyatlar tilayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Yelkamga yuk tashladi osmonim, bu azoblar qo'ygaymi aman. Yelkamga yuk tashladi osmonim, bu azoblar qo'ygaymi aman. Shuni seni sog'indim yaman. Katta rahmat sizlarga. Mana kechamizni ham boshlab oldik. Mana endi hozir davramizga shu oilaning katta bir vakillaridan biri Abubakr akamni davraga taklif etsaydi, u ham o'zining yurakdagi dil so'zlarini shu 2 yoshga izhor etdi. Marhamat Abubakr aka. Hurmatli mehmonlar, mana bugun shu 2 yoshni nikoh kechasiga yopgan ekanmiz. Oldingi gapirilgan tilaklar, istaklarga qo'shilamiz. 2 yosh bola juvonlik o'tsin, baxtli bo'lsin.